Bir shaharda ikki klub, Milan va Inter. Milan jamoasini bilamiz. Milano shahrining nomi berilgan, lekin ularning ashaddiy raqibi Interchi. Bu nom aslida qayerdan kelib chiqqan? Diqqatni jamladik, men boshladim. 1899-yilda Milan klubi tuzildi va hammasi shundan boshlandi. Klubda italyan ruhiyati va milliylik ufurib turadi. Jamoaning o'z prinsiplari bor. Unga ko'ra Milan klubida faqat mahalliy futbolchilar o'ynashi kerak. Libos ranglari ham aynan shu falsafa ortidan tanlandi. Qizil rang, olov va jasorat, hujum ruhi. Qora esa raqibga qo'rquv solish. Lekin ikkinchi tomon ham bosh ko'tardi. Nega faqat italyanlar o'ynashi kerak degan tomon ajralib chiqdi. Natijada ular o'zlarini internazionalistlar deb atadi. Nazionalist millatchi degani, internazionalist esa millatchilikka qarshi. Tushunganingizdek, Milan jamoasi ruhida millatchilik yotardi. Internazionali esa aynan ularga qarshi ajralib chiqdi. Liboslardagi rang ham aynan shu falsafaga asoslandi. Ko'k rang osmon va erkinlik, qora rang kuch va qaddiyat timsoli bo'ldi. Shunday qilib Internazionali Milan klubi 1908-yilda tashkil topdi. Inter klubining liboslarida nega ilon ramzi yashirincha tasvirlanishi qiziq.